Oldin buni gulini olib tashlayotgandik. Endi buni gulini olib tashlamaymizda yangi usulni qo'llab ko'rmoqchimiz. Tagidan olib tashlaymiz poyasi bilan. Bunun natijasi qanaqa bo'ladi deb baribir ko'pchilik qiziqsa kerak. Natijasi yaxshi bo'ladi. Sababi poyaga, bargiga sarflanayotgan kuchi, bunda ham ikkita gul. Gulni biz oldin olib tashlayotgandik. Bargiga, guliga sarflanayotgan kuchini ildiziga sarflaydida, ildiz baquvvat bo'lgandan keyin yangi shoxlarini chiqarishga sarflaydi. Bo'ldi, bargi qirqib tashladik, bu tagidan yana yangi bolalab turib, ko'pgina bo'lib turib chiqadi. Misol uchun mana tagidan ko'pgina bo'lib chiqyapti. Buni biz yana olib tashlaydigan bo'lsak, ular ko'proq bo'ladi, yanada ko'proq bolalab turib chiqadi, ko'payib. Maqsad zo'r qilib o'stirish. Maqsad zo'r qilib o'stirish. Shunga harakat qilyapmiz. Gulini olib tashlaganimiz ham bor, bargi qolgani. Endi hozir bu usulni ham qo'llab ko'ryapmiz. Bir 10-15 tasini kesganmiz. Natijasini xudo xohlasa qo'yamiz. Bu geran uzayib ketyapti, buni tepasini olib qo'yamiz. Natijasini qo'yamiz buni. Umumiy qoida bor. Tanani pasaytirsangiz, gul o'sish davrida, o'sish vaqtida agar tanasi kam bo'ladigan bo'lsa, tagidan yangi bolalarini deymizmi, yangi shox deymizmi, chiqarib o'sishga, hayotga bo'lgan intilish yanada ko'proq, yanada avj olib chiqaveradi. Shunga geranda ham, umuman geranda emas, juda ham ko'p o'simliklarda bitta kesadigan bo'lsangiz, bittani o'rniga 2 ta, 3 ta, 4 ta bo'lib chiqadi. O'shaning uchun bu sinov, bu sinab ko'ramiz. Menimcha natija berish kerak, natija beradi ham. Kesganlarimiz bu. Buni kecha olgandim. Kesgandan keyin ozuqa berish bermasangiz ham bo'laveradi. Beradigan bo'lsangiz yaxshiroq natija, kutganingizdagi natijani olasiz. Bu geranlar, bularni ham kesgandik. Buni ham o'stirmasdan shunaqangi qilib, hozir endi ozgina to'lib olsa, ochiq joylari to'lgandan keyin kesmaymiz. To'lgandan keyin osilib ketadigan bo'lsa kesamiz. Qisqasi biz kesganimizdan keyin bu to'lish kerak, aylanasi to'la bo'lib, bir xilda osilib chiqish kerak. Bunda ham mana gulni doim olib tashlayman, kurtagini doim olib tashlab turaman. Sababi eng ko'p quvvati ketadigani guliga sarflaydi gul. O'shaning uchun gulni olinadigan bo'lsa, tanasiga ko'proq quvvatni sarflaydi. Hozir kesgandan keyingi holati misol qilib ko'rsataylik-da. Tevasi kesilgan buni. Ancha bo'lgan kesilganiga. Bu yangi kurta chiqaryapti. Bu yana yangi chiqaryapgani, bu tezlashgani o'sishi. Bu ham yangi ko'rinyapgan bo'lsa. Bu ham yangi chiqargan, kesilgandan keyin. Bargidan ajratib olsa ham bo'laveradi. Bu o'zi chiroyli bo'lib qopti, lekin buni ham kurtagini olib tashlaymiz. Buni ham o'suv nuqtasini olsak, yonga baquvvatroq bo'lib turib o'sadi. Mana bu o'sha to'lishib qolgan, bu chiroyli bo'lib. Lekin buni ham o'sha kurtani olib tashlaymiz. Kurtani olib turadigan bo'lsa, tanani rivojlanishi zo'r bo'ladi. Barg sarg'aygan. Strashniy joyi yo'q. Olib tashlaymiz. Nimaga sarg'ayadi deyilsa, o'rgimchakkani tushgan ekan bunga, dori sepganman. Nimaga sarg'ayadi deyilsa, sarg'ayishining sababi ko'p bo'ladi. Suvni ko'p quyishdan ham sarg'ayadi. Suvni vaqtida berilmasa ham sarg'ayadi. Sabablari ko'p bo'ladi. Hasharot tushadigan bo'lsa ham sarg'ayadi. Bittasi chanqab ketgan.
tagi qaqshab yotibdi. Bitasida suvi ko'p. Suvni ko'p quygandan ko'ra chanqatib sug'organ yaxshiroq. Shu hozir kesilishini sababini aytdim men. Buni sababini, buni o'zgarishini keyin ko'ramizda. Hozir gortenziyani ham kesgandim. Hop, gortenziyani kesganimga boqlaylik. Strong Anabel kesilgan 5-4 kun bo'lib qoldi. Bu yangi kurtak chiqarishni boshlagani. Ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi? Bunisi ham xuddi shunaqa. 4ta, tagidan yana 2ta chiqaradi, 6ta bo'lib chiqadi. Bularni kesganimiz bitta bo'lib o'sib qolgan. Bitta shunaqangi bo'lib o'sganda, buni biz hozir kesadigan bo'lsak, kelasi yiliga 6 tani yana tagidan kesib tashlaymiz. Avtomatik 12 ta yo 16 ta bo'lib turib, shunaqangi ko'p shoxi bo'lib, chiroyli bo'lib gullaydi. Agar bitta bo'ladigan bo'lsa, kelasi yil kesadigan bo'lsangiz, bu ozroq gullab qoladi. Buni har yil kesish kerak, kesmaydigan bo'lsangiz, xunuk bo'lib qoladi. Samarskiy lidiya. Tagidan endi amalga kirishni boshlayapti. Endi pochka chiqarishni boshlayapti. Bo'g'lar ham boshlabdi. Buni tevaroqdan kesganman. Bu kamroqligi uchun, Samarskiy lidiya kamroqligi uchun qalamcha qilib ko'paytirishim kerak. Shunga olib qolganimizda tevaroqdan kesganmiz, hammasini hali kesganimiz yo'q. Asli bularni ildizlatgandan keyinoq srazi kesib o'rish kerak edi. O'shanda zo'r bo'lardi. Ildizlatgandan keyin kesilganda biz aytgandakka o'sha bittaning o'rniga 2 ta 4 ta shoxlab keyin chiqqan bo'lardi. Buni qanaqangi qilib o'stirishni bilmayapman. Gibiskus ochilgani bo'lsa kerak, hozir ko'rsataman. Diski siren qalamcha qilib ko'paytirganim. Krupnolistniy gortenziyalar. Gibiskus mahroviysi. Buni bilmayman, 3-4 xil rangi bo'lsa kerak. Diski siren ham ochilyapti, ochilsa ko'ramizda uni. Geran to'g'risida mavzu qilmay qo'ydik. O'zi mavzularimiz kam bo'lib ketyapti. Geran to'g'risida bu geran. Buni hozir bir 50 xilmi 60 xil sortini adashmasam borlarini yozib chiqdim. Barg qurib ketganda suvni vaqtida bermaganimiz uchun bargi quriyapti buni, taglaridan boshlagan. Buni kattaroq tuvakka o'tkazish kerak buni. Ildizi. Ildizi hammasiniki zo'r, sababi o'tkazilganiga ancha bo'lgan. Qolsa bo'laveradi. Samarskiy lidiya. Bargidan ajratib olsa bo'ladi buni. Geranni narxlarini chiqardik, bor sortlarini chiqardik, lekin hammasini yozganimiz yo'q, sababi Geran 150 xildan oshiq sorti bor edi. Adashmasam bir 60 xilinicha, 60 xil sortini yozib, narxini chiqarganmiz. Xudo xohlasa bugun erta Telegram kanalga qo'ysam kerak, xudo xohlasa. Shu price deydimi, price o'xshatib turib